Assalomu alaykum. Yurtimiz va xorijda bo'layotgan muhim voqealar bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmatoy Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Qadamjoyda Belolma konini ishlatishga qarshi miting bo'ldi. O'sh shahrida chiqindi dalasini tez orada ko'chirish bo'yicha ogohlantirish berildi. O'lkada oliy o'quv yurtlari rektorlariga bitiruvchilarning 30% ish bilan ta'minlash taklifi ko'tarildi. Taklif qilinayotgan qonun loyihasiga ko'ra uni bajarmagan rahbar ishdan olinadi. Studentlarni biz emgak o'rni bilan qamsiz qilamiz degan aytilmaydi bu yerda. O'zgan rayoniga qarashli Shamolterak qishlog'idagi 10 uy ko'chki xavfi ostida. Ularni tez orada xavfsiz joylarga ko'chirish kerak. Yer yo'q, chek berilmay turadi. Bugun Axsi voqeasining qurbonlari xotirlandi. Turmaga giyohvand modda kiritishga harakat qilganlar qo'lga olindi. Davlat jazoni amalga oshirish xizmatining ma'lumotiga ko'ra, Chuy oblastining Novopokrovka qishlog'idagi nomer 3-axloq tuzatish koloniyasiga 16-mart kuni tun yarmida 2 kishining to'siqdan narigi tomonga giyohvand modda irg'itganida qo'lga olingan. Uning miqdori 1-2 kilogrammga yetishi aniqlandi. Voqea bo'yicha jinoiy ish qo'zg'aldi. Botken oblastining Qadamjoy rayonida Belolma konini ishlatishga qarshi miting bo'ldi. Rayon administratsiyasi oldiga 100 ga yaqin faol fuqarolar yig'ilib, konni kuzatuvga olgan 5 archa ishxonasi ko'mirni noqonuniy qaziyotganiga noroziliklarini bildirishdi. Bundan tashqari sementga qo'shiladigan tosh chiqqan Nadirkan konni to'layotgan soliqni miqdorini ko'paytirish talabini ham qo'yishdi. Norozilik aksiyasiga chiqqanlarni ko'targan muammolari bilan muxbirimiz tanishib qaytgan. Жазған актісін жоққа шығарыш үшін 20 Qadamjoy tumanining maydoni hududidagi Belolma ko'mir konini ishlatishda katta qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan. Norozilik aksiyasini uyushtirgan tomonlarning ma'lumotiga ko'ra, yuqoridagi ko'mir konini ishlatish uchun joriy yilning may oyida tanlov e'lon qilinib, 5 archa mas'uliyati cheklangan uyushma g'olib bo'lgan. Qonunga ko'ra, g'olib bo'lgan kompaniya ko'mir konini yangi zaxiralarni aniqlagandan keyin ish boshlashi kerak. Lekin tergov ishlari vaqtida konlarni o'rganib chiqayotgan kompaniya ko'mirni qazib olayotganligi ma'lum bo'lgan. Shu sabab qishloq yashovchilari tegishli xizmatlarga murojaat qilishgan, lekin qaror adolatli chiqmaganligini aytishmoqda. Kim Eka-Tekin inspeksiyaga topshirmaverdi. Chindığım taqtaqilib. Eka-Tekin inspeksiya borib, chinda öyle qazib atat mizamsiz deb yozib keldi. Yozib kelib bardığına qat menen qayrildi. Mana senin topshirmang atqardiq. Chinda öyle mizamsiz ekan. O Goskiyalaga cheyin bardığına javob yozdi nima Mirzalim Osmonqulov. Biroq qanday jinsiz chiqmadi. Mitingga chiqqanlar O'zbekov hududidagi Nodir konida ham shu kabi qonunbuzarlik bo'layotganligini aytishdi. Kondagi tarkibida temir bor bo'lgan qimmatbaho toshlar tashlayotganligi ma'lum, lekin ular o'z narxida sotilmayotganligi yashovchilar noroziligiga sabab bo'ldi. Shu sabab aksiya ishtirokchilari soliq hajmini ko'paytirish talabini qo'yishdi. 33 million tonnani kilogramga aylantirganda 33 million kilogram bo'ladi. 33 million kilogramni 1 millionga bölü turgan bolsak 3 tiyinnin tegereginde boluda. Saydağı taştandağı arzan boluda tuğanda. Негізгі біздің тұрғындарымыздан аз таламы ошол темірге басы төмөн, ушул ар бир килограммы 50 тиындан 1 сомдон болуш керек деген сунуштарды айтып атат. Эгерде ушу жогорку кеңеш, тиешелүү мамлекеттик органдар бул чечимди кабыл алып берсе, анда албетте бул ishga ashab biz Ular bilan tuman hokimi uchrashib, noqonuniy qazish ishlari bo'yicha dalillar yo'q ekanligini bildirdi. Shuningdek, norozi tomonlarning murojaati bilan tegishli xizmatlar tergov ishlarini olib borib, qonunbuzarliklar bo'lmaganligini qo'shimcha qildi. O'rda olib, kimdir tarafdan, qaysi bir kompaniyasi tarafidan o'rdalagan bo'lsa, mana jog'orda bermeyip ketdi, mana jog'orqi kengeshte dagı bu masala ko'tarildi. Prezident apparatidan topshirmalar kelgan. Tiyesheli huquq qo'g'dov organlari bor. Bizden uşul atayın uluttuk qopsuz xizmati tarafından da bu meseleler illiktendi. Uşun jıyıntığında bari gelip tur, uşu büyük mana bu yerde materiallar var, uşun natijasında bu mesele uşul aniqtalmalı da. Olib borilgan so'zlashuvlardan keyin mitingga chiqqanlar tarqab ketishdi. Ta'kidlab o'tsak, tuman hududidagi kon boyliklaridan noqonuniy foydalanish haqidagi masala Jo'g'orqi kengashda ham muhokama qilingan. Masala hozircha ochiq qolmoqda. Bugun Axsi voqeasiga 14 yil bo'ldi. Voqea qurbonlarini xotirlash kechasi Axsi rayonining
Basbek qishlog'ida uyushtirilib, unga davlat rahbari Almazbek Atambayev ishtirok etdi. Davlat rahbari halok bo'lganlar o'lkaning erkinligi, kelajagi uchun kurashganini ta'kidladi. Tadbirda ishtirok etgan mahalliy yashovchilar shu vaqtgacha voqeaga siyosiy baho berilmayotganini aytishdi. Bugungi xotira kechasiga 500 ga yaqin fuqaro ishtirok etdi. 2002-yilning 17-martida Axsida hukumatga qarshi chiqqan xalqqa o'q uzilib, 6 odam qurbon bo'lgan. Unda o'sha vaqtda qo'lga olingan deputat Azimbek Beknazarovni bo'shatish va uzongi o'qishni Xitoyga bermaslik talabi qo'yilgan. 17 mart 2002-yılı Kırgızlar 1-yıl çıkkan. Buna bilesinger, üybülölük başkarı olup, Akayev'in üybülösü Kırgızistan'da sömürüp, gemirip jatkan geçti, aksılıklar çıkıp, buna 1. jigitlerimiz kaza oldu. 2005 yılı götürülüp, gerek bolsa üybülösü menen aydap çıkkanmız Akayev. Ayağında buna 2010 yılı 7 aprelde bul üybülöde kaçtı, Kırgızistan'ın albete baylıkları menen. Hakayev'i Moskvada jirgap жүрөт. Bakiyevler birisi Minsk'te, biri üybüle jatat, bir tovu Minsk'te jirgap жүрөt. Birileri London'da jirgap жүрөt. Biroq işen koygulamaga ayağında Kuday urat bulardı. Qirg'izistonda oliy o'quv yurti talabalarining 30%ni ishga o'rnashtirish kerak. Jo'g'org'i Kengash deputatlari ishsizlik muammosini hal qilish uchun ish bilan ta'minlashni rektorlarga topshirish masalasini ko'tarib chiqishdi. Taklif qilinayotgan qonun loyihasiga ko'ra, talabni bajarmagan rahbar ishdan olinadi. Davlatda yoshlar orasida ishsizlik kuch olganligi sabab vaziyatdan chiqish uchun Jo'g'org'i Kengash deputatlari o'z takliflarini bildirishdi. Xalq vakili Tazabek Ikramov ishsizlar sonini ozaytirish uchun oliy o'quv yurt rektorlariga bitiruvchilarning 30%ni ish bilan ta'minlash bo'yicha qonun loyihasini taklif Qirg'izistonda qildi. jo'g'org'i o'quv joylarining soni ko'p bo'lgani bilan sapati to'mon. Bundan sirtqari yoshlar orasida yurist, ekonomist bo'lg'usi kelganlar ko'payib, ko'pchiligi jumishsiz qoluvda. Biz rektorlarga bitiruvchilarning 30%ni jumush bilan qamsizlanuvchi deb jatamiz. Bunun artı menen inkubator singari bilimsizlik yoshlarni chiqargan o'quv joylar abituriyentlarni qabul aluvda o'ylanmoq. Bu sunuştu realda 300'ünü aşırı üçün özüm közüm öldüp. Bardık hareketlerimizni görübüz. Rektorlar bizdin maqsadda o'qutup ele tim bolu deb jatışat. Al to'g'ri emas. Jumush menen qamsiz qilbasa, al jetekchi ishdan ketet. Bitiruvchilarni ish bilan ta'minlashda O'sh davlat universitetining ko'rsatkichi 30% dan yuqori. 2015-yilda pedagogika tarmog'ida 97, budjet asosida o'quvni tamomlaganlarning 92%, shartnoma bilan o'qiganlarning 39%ni o'quv yurtlari ish bilan ta'minlagan. Bizden бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөрдү жолугушууга чакырабыз. Ошол жолугушууга чакырган учурда биз бүт студенттерибиз ошол бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөр менен жолугушууга катышып, алар кайра бизге өзүбүздүн бүтүрүүчүлөрүбүз иш берүүчү стейкхолдер болуп, кайрадан бизге стейкхолдер болуп өздөрүнүн ишканаларын, даныйларын бүт баарын таштайт дагы ваканттуу орундарды берет. Ishga o'rnasha olmay yurgan bitiruvchilarning ko'pchiligi iqtisodchi va huquqshunoslar. Sababi mazkur mutaxassislik bo'yicha ta'lim olgan talabalarning soni ko'p. O'tgan yilda O'sh davlat yuridika institutining 60% dan ko'p bitiruvchisi o'z kuchi bilan ishga o'rnashgan. Sababi mazkur o'quv yurti bitiruvchilarni ish bilan ta'minlamaydi. O'sh mamlakatdagi yuridikалық instituti kelishimдик негизде алабыз. Келишимдин негерде бизде келишим бар. Келишимде биз ошол студенттерди биз эмгек орду менен камсыз кылабыз деген айтылбайт бул жерде. Ал эми эмгек орду менен студенттер өзү аракет кылыш керек да. А бирок эми азыр көрүп атасыңар, мына спрос абдан көп юристтерге, бирок алар болсо бар иштерден орун таап кетип жатат. Jo'g'org'i Kengash deputati taklif qilgan loyiha qabul qilinsa, rektorlar bitiruvchilarning 30% ni ish bilan ta'minlay oladi deyishadi tahlilchilar. Lekin shu bilan birga bir qancha mutaxassisliklari bo'yicha ishga o'rnatishdan muammolar yuzaga kelishi mumkin. Men o'ylayman, bizdin bugungi kundagi ошол бүтүп аткан бүтүрүүчүлөр жок дегенде 30% сөзсүз түрдө булар жайгаша алат. Негизинен ушул болот деп ойлойм да. Анан бирок кээ бир адистиктер боюнча бул талаш маселе болуп калышы мүмкүн. Ошол жайгашып мындай баягы иш орундары жок болгон адистиктер жайгаша албай калышы мүмкүн да. Mehnat va ijtimoiy rivojlanish ministrligining ma'lumoti bo'yicha ishga o'rnashish borasida respublikada 2014-yilda 7964 nafar yuqori bilimli fuqaro ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, keyingi yilda 6961 fuqaro ro'yxatdan o'tgan.
2013-yildan 2017-yillardagi oralig'da umumiy 300 mingga yaqin mutaxassis kerak bo'ladi. Qaysi tarmoqlarga qanchadan to'g'ri keladi? Quyidagi infografikada ko'rishingiz mumkin. Айыл чарба тармағына 50 миң, тамағаш жана жеңіл өнер жай тармағына 30 миң, құрылышқа 24 миң, тейлөө қызматтарына 7,5 миң, электр тармағына 3,5 миң адис керектелмекчи. Кыргызстан боюнча 2015 жылы 11 классты 67 миң, ал эми 9 классты 95 миң окуучу аяктады. 2014-2015 окуу жылында студенттердин саны 214 миң 410 жетсе, окуу жайды 41 миң 799 аяктаган. O'sh shahrida chiqindi dalasini tez orada ko'chirish bo'yicha ogohlantirish berildi. Hozirda davlat ekotex inspeksiyasi xodimlari chiqindi tashlanuvchi joyni bir haftada tekshirishmoqda. Bu harakatlar boshqa tomonga ko'chirishga majburlikdan bo'layotgan harakat. Masalani hal qilgunga qadar kun isiy boshladi, demak har qanday yuqumli kasalliklar tarqalishi ehtimoli bor deyishdi xizmatdan. Chiqindi dalasining o'rtasiga vagon joylashtirib cho'chqa boqish bilan shug'ullangan Burul Bayisheva ismli fuqaro farzandlari bilan majburlash yo'li bilan bu yerdan chiqarildi. Eslatib o'tsak, O'sh shahrida zamonaviy chiqindi dalasi quriladi deb 2013-yili va'da qilishgan, biroq masala hal qilinmagan. O'zgan rayoniga qarashli Shamalterak qishlog'idagi 10 uy ko'chki xavfi ostida turibdi. Favqulodda holatlar ministrligi ko'chki ostida qolish xavfi bor 23 uyni xavfsiz joyga ko'chirish haqidagi qarorni 2004-yili chiqargan. Bugungi kunda ularning yarmigagina boshqa joydan yer berilgan. Qolganlari yer bo'linmagani sababli ko'cha olmagan. Yer ko'chkisi xavfi ostida yashayotgan aholi bilan navbatdagi lavhada tanishing. Ko'lduq qishloq hukumatining Shamalterak qishlog'ida yashash uchun xavfli deyilgan 23 uyning 10tasida hali ham odamlar istiqomat qilishmoqda. Yashovchilar yer ko'chkidan xavotirlanayotgani bilan turar joy qurish uchun yer yo'q. Oradan 10 yil vaqt o'tgan bo'lsa ham yer uchastkasi bo'linishi kutilmoqda. Borgan sari ko'chki xavfi ortib borayotganligidan esa yashovchilar xavotirdalar. Bu yerda o'zi 1994-yildan beri berilgan. Stixiya boyunca tekşerip oşanda çek verilgan birinchisi ve ikinci yemek kılıp iki partiya bilen. Hükümetke şu жаңы orozgerler arız taştagan. Mesela için men bularda var. Oşalarda yer yok, çek verilmey turadi. Hazır hem hükümetke bildiriw жазып атабыз, келип атат. Бирок hükümetin караштуу жери жок экен. Бизге бериле турган жер жок деп айтат. Qayerden berет, qanday qiladi bilmeyim. Егерде өкмөт бизге 6 сотиктен болсо деле жер берсе, жашап ошака барып тынчыраак биз дагы жакшы мындай жашоолорго жетишке аракет кылабыз. Ko'chki xavfi bor bo'lgan uylarda yashayotganlarga suvda puli ajratilgan. Yer uchastkasi yo'qligi sabab bu ham berilmayapti. Ilojsiz qolgan yashovchilar bahor oylarida boshqa yerlarda istiqomat qilib vaziyatdan chiqadilar. Joriy yilda ham yaqinlarining uyda yashashni rejalashtirishmoqda. Катуу жамгыр жааганда да мына жерлердин бүтүнө суу каптап калат. Элдин огородунан бери кетет. Аналар эзилип түшөт, мына жарлар. Көчкө туура келет. Тууган уруктуна алыста жерлерге барып жашаганга туура келет бизге. Коркунуч бар, конечно коркунуч болбосо бизге жакшынака түз жер болсо неге кетебиз биз? Korkunçtu var göçküşkөнгө дагы. Башка жерде салайын десем чегим жок. Şu көп семья алым. Şu bala çaqa bağış керек, өкмөт жардам берсе, башка жактан деле чек алат элек да. Чек берсе болду эле бизге. Favqulodda holatlar vazirligi yer ko'chish xavfi bo'lgan uylarda yashayotganlarga ko'chib ketish haqida har yili ogohlantiruv beradilar. Mahalliy hukumat esa ularning 13tasigagina yer uchastkasini ajratgan. Qolganlarga yer olish uchun rasmiy ariza berilmaganligi aytilmoqda. Lekin ko'chki xavfi bor yerda istiqomat qilayotganlar bir necha yillardan buyon murojaat qilishayotgan bo'lsa-da, natija chiqmayotganligini aytishmoqda. Ellerden bizge uy salуу üçün жер тилкелери керек деген арыздар бар. Андай жарандар толтура. Жер көчкү коркунучунда турамын, сел алдында турамын деген атуулдар пока жок. Favqulodda holatlar vazirligidan esa yashovchilarni xavfsiz yerga ko'chirish borasidagi ogohlantirish birinchilardan bo'lib qishloq hukumatiga berilayotganligini bildirishdi. Birinchi ogohlantirish 2004-yilda uylar xavfli deb aniqlanganda berilgan. Yashovchilarni ko'chirish vazifasi berilib, lekin ishni vaqtida bajarmayotganligi uchun endi qishloq hukumatiga chora qo'llaniladi. Сөзсүз бул тизме такталгандан кийин дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эскертмелерин аткарбай жаткан айыл өкмөттөр боюнча тизмеси такталып, укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилет.
Favqulodda holatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Shamolterek qishlog'ida yana bir hududdagi xavfli bo'lgan 10 uyning yashovchilarini boshqa yerga ko'chirish bo'yicha qaror chiqqan. Ta'kidlab o'tsak, bugungi kunda O'sh viloyatida ko'chki bo'lish xavfi bor 380 ta hudud bor. Mutaxassislar bahorning yomg'irli kunlarida bularni ehtiyot bo'lishga chaqiradilar. Isroillik ayol ajoyib narsa topib oldi. U sayr qilib yurib qadimgi Rimga mansub oltin tanga topib olgan. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, topilma bundan 2000 yil avval yasalgan bo'lishi mumkin. U o'z vaqtida sanoqli miqdordagina chiqarilgan. Isroillik qariya antiqa buyum topib oldi. U Galileo Lori Rimonda sayr qilib yurib, qadimiy Rimga taalluqli oltin tangani ko'rib qoladi. Topilma taxminan bundan 2000 ming avval Trayan qirolligi qoshida yasalgan bo'lishi mumkin. Keremet narsa, tıyınaya bay yaxshi saqtalgan. Bu tabılğa İsraildagi жалгыз үлгү, fantastikalik açılış bo'ldi. Topilgan oltin tanga o'z vaqtida esdalik uchun yasalgan tangalarning biri bo'lishi mumkin. Unga qirol Oktavian Avgustning rasmi tushirilgan. Chekka qismida Buyuk Avgust degan yozuvi bor. Padişah Trayan mындай тыйындарда өзүнө чейинки башкаруучуларга даңк берүү үчүн жасаткан. Алар саналуу гана өлчөмдө чыгарылган. Bungacha shu kabi tanganing yana biri Britaniya muzeylarida saqlanishi ma'lum bo'lgan. Bu tangalar asosan jang maydonidan g'olib bo'lib qaytganlarga berilar edi. Undagi bir oltinning narxi 25 kumush tangaga teng edi. Shu sababli mehnat haqini ham oltin tangalar bilan to'lash qulay edi. Qirol Trayan 98-yildan 117-yilgacha taxtni boshqargan. U vaqtda Isroil davlati ham Rim imperiyasining tarkibida bo'lgan. Endi sport xabarlaridan. Kecha O'shning Oloy jamoasi futbol bo'yicha Qirg'iziston chempionatining 2-turida Norinning Alatosini qabul qildi. Birinchi turda Alato Qarabaltani 4-1 hisobida yutib, o'lka chempioni Oloy Qandda Abdushatani 0-1 hisobida yenggan edi. Ikki jamoa 3 ball bilan turnir jadvalining oldida borishmoqda. Kechagi uchrashuv kimning foydasiga hal bo'ldi? Muxbirimiz bayon qiladi. Birinchi bo'lim boshlanishida to'p Oloy jamoasining nazoratida bo'ldi. O'yin boshlanishi bunday tus olgani bilan jamoa xavfli vaziyatni yuzaga keltirishga Alato jamoasining o'yinchilari yo'l qo'yishmadi. Xavfli vaziyat 12-daqiqada yuzaga keldi. Aliya Sillaning bergan zarbasini darvozabon qaytardi. Bir necha daqiqa o'tgandan keyin jarima maydonida balandlikdan berilgan to'pga Odil Abdurahmonov yetmay qoldi. Barcha kuchini himoyaga sarflagan Alato darvozasiga osonlik bilan to'p kirgizish imkonini topa olmagan O'shlik jamoa qarshi jamoa o'yinchilarini o'z darvozasiga jalb qilganday bo'lishdi. Bunday vaziyatlarning biri gol bilan yakunlandi. Himoyachi Ilyas Alimovning jarima maydonidan boshlagan hujumi 11 metrlikka olib keldi. Alato darvozaboni Aliya Sillaga nisbatan o'yin qoidasini buzdi degan bosh hakam penalti belgiladi. Birinchi bo'lim yakunida Aliya Silla hisobni 2-0 ga yetkazishi mumkin edi, lekin vaziyatdan to'g'ri foydalana olmadi. Hozir endi biz bir-birimizga shashib gol uraylik deb shashib o'shancha o'ynay olmayapmiz. Hozir ikkinchi taymda mana shashib harakat qilib gol urish harakat qilamiz. Hozir o'yin bo'yicha o'zinglar o'yinni ko'rib turasizlar, qancha degan momentlar bo'ldi. Yursada 2-3 turamiz-ku deyman. Murolim Ahmedovning ikkinchi bo'limga bergan taxmini to'g'ri chiqdi, ya'ni Alay yana 3 gol kirgizishga yetishdi. Ularni navbat bilan aytib beramiz. Ikkinchi bo'lim esa Alay hujumi bilan boshlandi. Birinchi navbatda Maqsad Alimov darvozabon bilan yuzma-yuz chiqib, lekin uni aldashda xatolikka yo'l qo'ydi. Keyin esa O'shlik jamoa o'yinchilari vaziyatni to'liq bilan qo'lga olib, ketma-ket hujumga o'tishdi. Biroq negadir Alay o'yinchilari hujumlarni yakunlashda kamchiliklarga yo'l qo'yishdi. Bunday vaziyat Aliya Sillada 2 marotaba ro'yxatga olindi. Ajoyib imkoniyatlarni qo'ldan boy bergandan keyin Aybek Tatanov Aliya Sillaning o'rniga Verovkinni, Tursunali Rustamovning o'rniga Murolim Ahmedovni maydonga tushirdi. Mazkur ikki o'yinchi O'shliklarning hujumini yanada orttirdi. Ikkinchi bo'lim so'ngida Alato darvozaboni Vladislav Volkov to'pni tepishda xato qildi va qarshi jamoa o'yinchisi Maqsad Alimov gol muallifi bo'ldi.
Oradan bir necha daqiqa o'tgandan keyin maydonga tushgan Vladimir Veryovkin ikki to'p muallifi bo'ldi. Birinchi to'p himoyachisining oyog'iga tegib darvozaga yetgan bo'lsa, ikkinchi gol o'yinni avjiga chiqardi. Natija 4-0. Alay yirik hisob bilan g'olib bo'ldi. O'yin yakunlangandan keyin jamoa murabbiylari va o'yinchilari bellashuv borasida o'z fikrlarini bildirdi. Ikkinchi bo'limda Olay hujumchilari yaxshi o'yin ko'rsatishdi. Meni jamoam mustahkam himoya qila olmay, katta xatolarga yo'l qo'yib, 3 ta golni o'tkazib yuborishdi. Ko'proq ishlashimiz kerak napadeniya. Men bizning slabый joyimiz bugungi o'yinda bu napadeniya oldi. Trenerimning aytganlari bilan uстановкалар bilan o'ynadik. Har bir polyada, har bir yerda pressing bilan o'ynadik. Maqsadimizga yetdik. Bugun ele Alatoni 4 top ayirmasi bilan jangga sebebida shuda. Albatta momentlar o'z ko'p bo'ldi. O'yinda daha da ko'proq shot bilan o'tsak bo'lmoq. Chempionatda 2 o'yinda g'olib bo'lgan Alay turnir jadvali bo'yicha 6 ball bilan birinchi o'ringa chiqqan bo'lsa, Abdushatani mag'lub qilgan Dordoy 4 ball bilan ikkinchi o'rinda. Alay keyingi bellashuvlarni aprel oyida Qora Boltada o'tkazadi. Aqlbek O'rozmatov, Davron Asibxonov, Azam Buzrikov, Intimat. Dastur so'ngida qiziqarli videoga navbatni bermoqchimiz. Bu lavhadagi it xuddi odamlarday o'ziga ovqat tayyorlamoqda. Uy egalari jonivorga bayram uyushtirganday tutishgan. Biroq it ovqat tayyorlagandan ko'ra uni yeyishga ko'proq qiziqdi. Odamning xayoliga nimalar kelmaydi. Uzoqdan qaragan kishiga it o'zi uchun ovqat tayyorlayotganga o'xshaydi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Xayr, omon bo'ling. Ты молодая и успешная. Вы предпочитаете красоту и совершенство. Добро пожаловать в бутик Байкен. Брендовая одежда из Турции. Известные торговые марки и бренды. Бализия, Киви, Гизия, Ласаграда, 4G и многие другие. Бутик Байкен. Мужской отдел модной и стильной одежды. Новое поступление весенней коллекции. Адрес город Ош, улица Курманджан-Датка. Ориентир возле школы Ломоносова напротив РСК банка. Телефон 0557 30 80 30. Бутик Байкен. Новое поступление женской обуви из Турции. Спешите к нам. Скидки от 10 до 70%. Assalomu alaykum. 18 martga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishib oling. Ob-havo dasturining homiysi liboslar do'koni Bayken liboslar olami. Qirg'iziston Respublikasi ob-havoni kuzatish markazining xabar berishicha, ertaga yog'ingarchilik kutiladi. G'arbdan esgan shamolning tezligi sekundiga 5-10 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi Chiyobisda 1-6 darajali iliq, kunduz esa 2-7 daraja. Talas oblastida 1-6 darajali iliq, kunduz esa 2-7. Issiqko'l oblastida kechasi 5 daraja sovuq, kunduz esa 3-8 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Norin oblastida kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduz esa 1-6 daraja iliq bo'ladi. Batken oblastida kechasi 1-6 daraja, kunduz esa 3-8 daraja iliq bo'ladi. Jalolobod oblastida ham kechasi 1-6 daraja iliq, kunduz esa 4-9 daraja. O'sh oblastida 1-6 daraja iliq, kunduz esa 4-9 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Shahrimiz O'shda vaqti bilan yog'ingarchilik kutiladi. G'arbdan esgan shamol kuniga 5-10 havoning harorati kechasi 3-5 daraja, kunduz esa 7-9 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Poytaxtimiz Bishkekda vaqti bilan yog'ingarchilik kutiladi. Havoning harorati kechasi 1-3 daraja, kunduz esa 4-6 daraja iliq bo'ladi. Sizlar 18 martga olingan ob-havo ma'lumoti bilan tanishdingiz. Ob-havo dasturining homiysi Bayken liboslar do'koni, Bayken liboslar olami. Ob-havo ma'lumoti bilan esa men sizlarni Dilafruz Dajanova tanishtirdim. Salomat qoling. Ты молодая и успешная. Вы предпочитаете красоту и совершенство.
Добро пожаловать в бутик Байкен. Брендовая одежда из Турции. Известные торговые марки и бренды. Бализия, Киви, Гизия, Ласаграда, 4G и многие другие. Бутик Байкен. Мужской отдел модной и стильной одежды. Новое поступление весенней коллекции. Адрес город Ош, улица Курманджан-Датка. Ориентир возле школы Ломоносова напротив РСК банка. Телефон 0557 30 80 30. Бутик Байкен. Новое поступление женской обуви из Турции. Спешите к нам. Скидки от 10 до 70%.